Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshi turinglarmi? Allohdan hammaga xotirjamlik va asash tilayman. Mening ismim Islomjon Hoji, yani Sharq Turkistonning Bo'rtlah shahridan bo'laman. Men o'g'lim Umid Tursun ustidan guvohlik beraman. O'g'limning rasmi biz yani 2015-yili 3 balamni elib, ayolim bilan yani Turkiyaga keldik. Hozir Turkiyada yashayapmiz. Kelgandan keyin o'g'lim 2 oydan keyin 2,5 oy 3 oy yetmagan vaqt ichida vatan qaytgan bo'ldi. Qaytib ketgandan keyin pasportlarni elib oldi, keyin qaytarib bergan bo'ldi yani. Keyin Urumchida satrashlik do'kon ochib shu satrashlik qilyotdi. Tuyuqsiz 2017-yili 4-oyda xabar aloqamiz uzilib qoldi aloqamiz. Uzilib qolgandan keyin u yoqdan bu yoqdan bir surishti qilish orqali shu tarbiyalash kampaga, naz kampaga elib ketganlik xabarini oldik. Mening o'g'lim hozir nopisi hamda turayotgan o'rni Sharq Turkistonningki G'o'lji shahar, Qo'rg'as nahiya, Dashigur Gumsha yuqorqi kanat, yuqorqi mahalle, yani Dong mahalle deydi, birinchi guruh a'zosi. Yani o'g'limni shu qayintamninki nopisiga o'rinlashtirgan qayintamning ismi Tursun bo'ldi. Unda qilish sababmi, ma'lum sabablar bor, yani Sharq Turkistonda yani yuz nopisiga 3 dan ortiq farzand ko'rishni yani yo'l qo'ymaydi Xitoylar. Shu sababdan endi ko'proq farzand bo'lsaq degan niyatda shu qayintamning nopisiga o'rinlashtirgan. O'g'lim Naz kampga elib ketganini tak bugun qada yana 2018-yilgacha hech qanday mana xabar olmadik. Yani Xitoylarning bizga sağgan zulmlari oz emas. 4-balam tug'ilish jarayonida to'liq o'quvni ko'p so'rayotganlikdan o'g'limni 4-balam o'g'il o'lik tug'ildi. Yani shu Xitoylar dediki, agar bir jonni qutuldirib qilishga to'g'ri kelib qoldi. Yani o'g'limga turamsa, ayolimga turamsa birisini saqlab qolish kerak hayotini dedi. Shuning bilan ayolimning hayotini saqlab qoldik. Balamni majburiy o'ltirib etgan bo'ldi o'qilsida Xitoylar. Urumchida yani To'rin doktorxonasida shu ittifoq yo'lda. To'zchangning yendiki bir doktorxona u. Qatillarning doktorxonasi. Mushunchalik zulmlarni undan boshqa Xitoylarning turmusiga kirgan bo'ldik. Shu jarayonda 1998-yilgi voqealar bu 1998-yilda bo'lgan voqealar. O kadar zulmlarni ko'rdik. Mening o'g'limningki yani tarbiyalanishga yani kampaga elib kirib tarbiyalangan hech qanday jinoyat yo'q. Men o'g'limningki ta qo'yib berilgan qadar dunyolik inson haqlari komissiyalariga, inson haqlari tashkilotlariga, xalqaro tashkilotlarga, davlatlarga arz yozishni davom qilaman. Aziz qarindoshlar, hammanglarningki yani Sharq Turkistonning sirtida yashayotgan, bir dunyoda yashayotgan qarindoshlarningki oilalar ustidan yani urug' tuqqan qarindoshlarga ustidan guvohlik berishni so'rayman. Mening urug' tuqqanlarimningki kim hayot, kim o'lib ketdi, hech qanday xabar olmadik. Xitoylar butun aloqani uzib o'tganligidan hech qanday xabar olmayapmiz. Hammanglarningki guvohlik berishini umid qilaman qarindoshlar. Assalomu alaykum. Hammanglarga xotirjamlik va asash tilayman. Allohga emanet.